Kirgili ruxsordoldan so'raganlarga mana buni katta yo'lni bo'yi una stolba turibdi. Mana bu joyimiz izlanyapmiz 3 etajli. Bonusiga podvali bor deyaptilar. Mana bu tomonga gostinitsa bilan choyxonaga moslab qilingan 2-etajga ko'tarib qo'yilgan, 1-etaj ponni beton quyib, podushka tashlangan xullas. Plita. Xo'p, qaranglar, 15,5 sotik pashli hisobda gaz suv sveti bor. Tayyor noturar joyimiz sotuvda. Bunisi tepasi xonbon bonusiga deyaptilar. O't onang nimaga. Tashqaridan chiqib ko'ramiz hozir holatini. Narxini 250 ming baholayapmiz. Magnitlar ham qo'shiladi, uni gertdan bunaqasiga qo'shiladi deyaptilar. Shu manular sepib qo'yilgan ekan o'zi, menimcha mana shu chegarasi shekilli. Bu oldidan ko'rinishi katta yo'lni bo'yida. Mana shunaqa chiroyli 3 etajlizdan so'raganlarga jo'natib qo'ysak, menimcha manfaatli video bo'ladi. Narxi ham kelishilgan holatda sizlarga 250 ming qilib beramiz. Joyni ko'ryapsizlar. Bemalol telefon qilib baraka qilaverasizlar. Pastga raqamni qo'yib qo'yapmiz. Bir 3 etajli izlanamizni 250 ming baho qo'yganmiz. Sizlarga gaz suv svet bor, chiroyli yo'lni bo'yidan so'ragan do'stingiz bo'lsa, mabodo do'stingiz bo'lsa, orada puli bor, o'shanga jo'natsiz, zararli solishi mumkin. Kommentariya, like bosib videoga deydi-ku. Qo'llab turasizlar, sog' bo'linglar.